Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Qadri ulug', qadri baland otaxonlar, og'ajonlar, opa-singillar, do'sti yoralar deymiz. Butun mana shu O'zbekistondagi ahli, ya'ni 12 ta viloyatda alangalik Ilmon Dilobardan assalomu alaykum deymiz. Bugundan boshlab chiroyli bir dasturni, ya'ni chiroyli loyihani Ilmon Dilobar juftligini loyihasini bugundan boshladik. Qolaversa undan oldin aytib o'tishimiz kerak, chiroyli oylarda turibmiz. Ro'za Ramazon oylari hammalaringizga muborak bo'lsin deymiz. Uylarimiz tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimiz tinchligini hech qachon ko'zdaymasin deymiz. Bugundan boshlab loyihamiz Ilmon Dilobar juftligi guruhini xudo xolasa birinchi soni bo'ladi. Ya'ni chiroyli sizlar uchun qo'shiqlarimizni taqdimot qilib boramiz. Ustozlarimiz qo'shiqlaridan bo'ladi. Jonli ijroda albatta o'zimizni yakkaxon ijodiy dasturlarimizni kuzatib borasiz. Xudo xolasa sizlar bilan tanishtirib o'taman. O'zimizni jamoamizni ovoz operatori Xursandbek ukamiz bo'ladi. Xushnud akamiz klavishda, ya'ni akkordeonda klavish. Hammangiz bildingizlar deb o'ylaymiz. Sirojbek ukamiz ularnikchi barabanchi Ilmon Dilobar, ozgina bo'lsa ham tanidingizlar deb o'ylayman. Firuzbek og'amiz Enisonik. Hamma bildi deb o'ylayman, Enisonik. Mana bu klavish doirachi og'amiz Quvonchbek og'amiz bo'ladi. Bizlarning jamoamiz xudo xolasa birgalikda sizlar bilan bizni kuzatishda hech qachon charchamang deymiz. Ijodlarimiz sizlar uchun. Bugun sizlar bilan ijodda bo'ldi Ilmon Dilobar. Bizdan uzoqlashmang.